Assalomu alaykum hurmatli azizlar, Chaqqon santexniklar. Navbatdagi obyektda ham ishlar boshlab oldik. Xudo xolasa, bu yerga biz unitripolni konvektorlar o'rnatyapmiz. Xo'sh, panoramli oynalar. Bu yerdan kelayotgan sovuq havo oqimini unitripolni konvektor orqali so'ndirish uchun unitripolni konvektor o'rnatyapmiz. Общий jami 6 ta unitripolni konvektor o'rnatyapmiz bu yerga. Perimetr bo'yicha aylantirib hozir ularni bir qator uringa nazirga hammasini o'rnatib oldik. Endi xudo xolasa montaj ishlarini boshlayapmiz. Inshaalloh. Bo'ladimi? Ish jarayonini xudo xolasa yana tashlab boramiz. Unitripolni kollektordan tashqari bu yerda chiller sistema bor. Issiq havo mana bu tirqish orqali beriladi. Issiqda sovuq havo va qishda issiq havo oqimi tevadan ham keladi. Unitripolni kollektorlarimizdan tashqari konvektorlarimizdan demoqchi edik.